Assalomu alaykum, qadrli YouTube kuzatuvchilarimiz, salomatmisizlar? Alloh taolo sizlardan rozi bo'lsin. Bir qancha muddat ichida YouTube tarmog'imizni yurg'iza olmadik. Vaqtimiz bo'lmay qoldi ozgincha suskashlik qilib qoldik. Ming bor uzr so'raymiz. Xudo xolasa bir yaxshi loyihalarning tepasida faoliyatni boshlashni niyat qilib turibmiz. Albatta Alloh taolo izni bilan, siz aziz vatandoshlarimizni duolari bilan yaxshi ishni boshlamoqchi bo'lib turibmiz. Endilikda bizni faoliyatimiz bilasizlar, Instagram tarmog'ida ham bor, TikTok tarmog'ida ham bor, Telegramda ham bor, Facebook va boshqa deyarli barcha ijtimoiy tarmoqlarda faoliyatimiz bor. Xolmatov rasmiy profil ostida ish yuritamiz, faoliyat yuritamiz, bir qancha yaxshi ishlarni yurg'izamiz va shu bilan birgalikda bu ijtimoiy tarmoqlarda biz birgamiz nomi ostida ham bir qancha faoliyatimiz bor. Ya'ni yetimlarga, boshpanasiz odamlarga, mehrga muhtoj, boquvchisini yo'qotgan oilalarni bir qanchalariga qo'limizdan kelgancha sahiylarning yordami bilan, obunachilarni qo'llab-quvvatlashi bilan yordam qilib kelyapmiz. Demoqchi bo'lganim, umumiy holatda barcha ijtimoiy tarmoqlarda faoliyatimiz bor. Shuni singari Instagram tarmog'ida ko'p yillardan beri faoliyatimiz bor. Bunda asosiy oxirgi 1-2 yil ichida oila mavzusini dolzarb mavzu sifatida ko'tarib chiqayotganligimiz obunachilarimizni, bir qancha yurtdoshlarimizni e'tiborlariga sabab bo'lib kelyapti. Nimasi bilan? Dolzarbligi bilan, ayni bir nima desa bo'ladi? Oilaviy ayni muammolarning yechimi sifatida real hayotdan olinayotgan bir qancha dolzarb muammolarni ko'tarishlik va bilan birgalikda hamda uni yechimini topishlik bilan birgalikdagi qisqa metrajli Instagramda postlarida shuni olib boryapmiz. Va bu inshaalloh xalqimizga manfaatli bo'lyapti. Buni kommentariyalardan, kelayotgan maktublardan bilgan bo'lyapmiz. Endi shunga muhtaram do'stlar, Instagramda bir qancha murojaatlar ko'payib qoldi. Ya'ni oila mavzusiga taalluqli. Ya'niki oilada bo'layotgan janjallar, muammoli vaziyatlar, erda xotinga, xotinda erga bo'lgan bir munosabatlar yomonlashayotganligi, kundan kunga ajrimlar ko'payayotganligi, ajrimlar ko'payishi bilan birgalikda bir qancha bolalar norasida bo'lib qolayotganligi, otasidan ajrab, onasidan ajrayotganligi yoki bo'lmasam bir qancha arzimas sabablar tufayli oilalar ajrim yoqasiga kelayotganligi va bundan deyarli yarmi ajrim bilan yakun topayotganligi ichimizni achityapti. Shunga bir yaxshi bir loyihani do'stlarimiz bilan, yaqinlarimizni turtkalari bilan yurg'izishlikda amalga oshirib turgan bir loyihamiz bor, ya'ni ko'rsatuv. Instagramda qisqa roliklar orqali yetkazib bera olmayotgan fikrlarimiz bor, mulohazalarimiz bor. Oilada bo'layotgan kamchiliklar, erdiki ham, ayoldiki ham va bunga munosabat bildirayotgan qavmi qarindoshlar, qo'ni-qo'shnilar, shular bilan birgalikda muammolarni yechimini bir sizlar bilan gaplashmoqchi bo'lyapmiz. Bir qancha Instagramdan kelayotgan, TikTokdan kelayotgan, Telegramimiz shaxsiylarga kelayotgan fikr va mulohazalar bor. Ya'ni odamlarda oilasida bo'layotgan vaziyatlar. Albatta bular sir saqlanadi. Bular ommaga oshkor qilinmagan shu vaqtgacha. Instagramda olib chiqilayotgan oilaviy mavzular, umumiy mavzularda hammasi real hayotdan olinganligi sababli xalqimizning qalbida yaxshi joy olgan va ular o'zini dardini gapirishlikka bir qalbida jasorat topgan, yurak topgan. Chunki oilaviy masalalarda har kim ham hech kimga gapirmaydi. Chunki bir qarzdorligini gapirishi mumkin, ahvoli tangligini gapirishi mumkin, lekin ancha-muncha odam oilaviy sharoitini birovga dardini doston qilmaydi. Demak, gapirdimi bilingki bu yoki bo'lmasam dolzarb narsa yoki mana shu odamni jonidan o'tib ketganligini sababidan gapirayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz mana shularni inobatga olgan holatda inshaalloh biz ko'p oilaviy mavzuga aloqador bo'lgan kitoblarni o'qigan bo'ldik. Shularni endi mavzularga yetkazishlik mobaynida bizga ko'proq vaqt kerak bo'lyapti. Ya'ni obunachilar buni ko'rib, kuzatishlari, yechim topishlari, o'zi uchun xulosa olishligi uchun Instagramdagi 1 minut yoki 2 minut vaqt
kifoya qilmayapti. Shuni endi bir qancha yaqinlarimiz bilan birgalikda shuni YouTube tarmog'ida yarim soatdir, 1 soatdir xalqimizdan kelayotgan bir qancha savollarni yechimini ko'rib chiqmoqchimiz. Bu albatta sir saqlanadi. Hech kim oilasi ommaga oshkor qilinmaydi. U yerdagi bo'layotgan muammoli vaziyatni biz chiroyli uslubda buni yechimlarni topishni harakatini qilamiz. Demoqchi bo'lganim, tez kunlarda xudo xolasa YouTube tarmog'imizda yangilik bo'ladi. Reklamalar asosida kuzatib borsalaring taqdim qilamiz. Birinchisi shu oila mavzusiga qaratilgan bir ko'rsatuvimizga o'zingizda bo'layotgan muammolar, vaziyatlar yoki kimnidirda hayotida qandaydir muammoli vaziyat bo'lgan, shunda bir yaqinlar, odamlar, kattalar, qo'ni-qo'shnilar, qarindosh urug'larda munosabat qanaqa bo'lgan, ularda ijobiy rollari qanaqa u yerda yoki salbiy rollari qanaqa bo'lgan, nima sabab bu oila ajrashib ketgan yoki nima sabab bu ajrashib ketayotgan oila qayta tiklangan, shularda bir qator gaplashgan bo'lamiz. Va bunga siz azizlarda ham bir qancha yordamlaring kerak. Oilangizda qanday muammoli vaziyat bor? Bizga yozing. Qanday yechim kutyapsiz? Oilada nima sizni qiynayapti? Erdursiz, ayoldursiz, qaynadursiz, qaynotadursiz, kim bo'lishingizdan qat'iy nazar oilaviy muammoda nima yechim topa olmayapsiz? Nima sizni qiynayapti yoki oilangizda nimadan ko'nglingiz to'lmayapti? Shularni yozib qoldirsalaring bo'ladi. Yoki siz kim hayotini bilasiz, odamlar uchun ibrat bo'ladigan. Kimdir nimadir bo'lgan, ibrat bo'ladi odamlarga, bular eshitsa. Yoki qanday muammoli vaziyatda, qanday tadbirlar qilingan, qanday chiroyli uslubda choralar ko'rilganki, shu oilalar chiroyli yashab ketgan, munosib oila bo'lib ketgan. Shular haqida bir to'xtalib, odamlarga ibrat bo'lsa, maqsadimiz bir, prasmotr bas, mashhurlik bas. Xudoga shukr, bu narsalardan biz xoli biz. Birgina maqsadimiz bor. Vatanimiz tinch bo'lsin, oilalar mustahkam bo'lsin, ajrashmasin. Yaxshi niyatda qurilgan bu oilalar umrining oxirigacha, so'ngigacha yaxshi, pok bo'lib qolishligida xizmat qilib qoladigan bo'lsak, siz bilan yoki biz bilan shu xizmatga ozgina bo'lsa ham sababchi bo'lib qoladigan bo'lsak, bu albatta niyatlarimizni eng oliysiga yetishgan bo'lamiz. Shuning uchun do'stlar, savollaring bo'lsa, YouTube'da mana kommentariyada qoldirishlaring mumkin. Yoki ijtimoiy tarmoqlarda Xolmatov rasmiy kanallari orqali o'zimizni shaxsiyimizga jo'natishlaring mumkin. Qanday bo'lmasin, maktublaringni qoldirsalaring, shu muammoli vaziyatlarni birgalikda yechimini studiyada gaplashamiz. To'liqroq ma'lumot beramiz. Albatta bu oldi qochdi gaplar emas. O'zimizni shaxsiyatimizdan yoki o'zimizni emotsiyamizdan kelib chiqqan holatda javob berilmaydi albatta. Bu kitoblar, ustozlarning tavsiyasi, hayotda ko'rilgan tajribalar o'laroq ko'p narsalarni yetkazgan bo'lamiz. Bilguvchi Alloh taolo, yetkazuvchi biz albatta. Shuning uchun do'stlar, qanaqa muammoli vaziyat bo'lsa uyalmasdan gapiringlar. Albatta bu sirlar, ismlar oshkor qilinmaydi. Iloj bo'lsa, masalan, bir uslub bor-da endi bunda ham. Kimdirning vaziyati shunaqangi og'ir tang ahvolda bo'ladigan bo'lsa, meni bir tanishimda shunaqa vaziyat bo'lgan, aka, qora aka deyishlaring ham mumkin. Ko'pchilik qora aka deydi, men o'zi tortinaman, shuning uchun aka desalaring ham xursand bo'laman. Uka bo'lsam sizlarga uka. Shunaqangi vaziyatlar bo'lgan deb fikr qoldirilsa ham, savol yo'llansa ham, inson hijolatchiligini ancha bo'lsa ham yengadi. Kimlardandir kattadurman, kimlardandir kichikdurman, lekin hayotiy tajribalarda ko'p ko'rilyapti. Ijtimoiy tarmoq vakili sifatida bu sohada ko'p yillardan beri xalqni, ommani xizmatida bo'lganligimni tajribasi sifatidan fikrlarni o'rtoqlashamiz. Bu yerda aqllilik bas. Fikr albatta yaxshi bo'lsa, ijobiy bo'lsa inson oladi. Yoshiga ahamiyat berilmaydi. Shuning uchun do'stlar, hammalaringdan fikr va mulohazalar kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuzatishda davom etib turinglar. Barcha ijtimoiy tarmoqlarda Xolmatov rasmiy kanallarimiz orqali kuzatib, obuna bo'lib, o'zlaring uchun kerakli, foydali mavzular bo'ladigan bo'lsa, qabul qilsalaring va bunga amal qilsalaring, biz eng oliy maqsadlarimizga yetkazgan bo'lasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.